Salom. Men kecha shunaqa zo'r kino ko'rdim. Men ishim qilaveraman, ham aytib beraveraman. Четыреста ударов degan 1956-yillik kino. Ссылкасini ham tashib qo'yaman. Bu qanaqa kino? Bu bitta bola bemas'uliyat ona tufayli qanday hayotda sotsial hayotga o'rgangani haqida va bu yashashga kurash o'rgangani haqida ko'rsatib berilgan. Bemas'uliyat ona, ya'ni ona erta beremenib qoladi. 7 yoshdan, 8 yoshdan. Keyin u bolani oldirmoqchi bo'ladi, lekin o'zidan aytsa yo'q degan bo'ladi. Bola tug'adi, ayasiga tashlab ketib, boshqa erga tegib ketadi. Boshqa erga tegib, 8 yoshda olib keladi. Ayas qarib qarolmaydi.